Mana qo'zini qaranglar, hurmatli obunachilar mana. Toza arashan liniyali qo'y. Mana. Qo'yvarning yurishini ham bir ko'rsataylikchi. Mana. Bu ham ona bola sifatida 7 millionga ketaveradi mana shu enasi bilan. Hurmatli obunachilar. Videoni boshidan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar mana. Hisorlardan, simjullardan, hammasidan bor. Bemalol kelib olib ketaverasizlar. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun hafta kuniga dushanba 12-yanvar. Videolarimiz boshida mana ona bola qo'ylarimizdan so'ragan akalarimizga yetib keldi yangi partiyasidan. Mana. Bu yerda soni 18 dona. Bolalari qo'chqor sog'lig'i, 2 dona sog'lig'i bor, qolgan hammasi qo'chqor. Mana. Bolalari ham rost mana o'ti ham hashakka kirib qolgan. Onalarining yoshi 2 tishdan 6 tishgacha. Mana bolalar. Bir ikkita bolalardan ushlab ko'rsatingchi yaqinroq qilib. Mana bolalar, hurmatli obunachilar, toza simjun hisorlardan. Mana. Bir ikkita sarilardan ham ko'rsatingchi. Onalarining ham bo'yi 80 atrofida, 80 plus minus. Mana. Hammasi standart. Mana bolalar, hurmatli obunachilar. Kimga nechta kerak bo'lsa, tanlab olib ketaverasizlar. Narxi 7 million so'mdan bitta olganga ham, 10 ta olganga ham ketaveradi. Manzil Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'ida. Arzonchi Boburjon akamiz qo'rasida. $7 millionda bitta yaxshi bo'g'oz qo'ydi, puliga bo'ldi. Hurmatli obunachilar, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, shunaqa arzon qo'ylar shu kanalda chiqib turadi mana. Qo'ylarimiz yeb ichishi ham zo'r, sostoyanlari ham o'ta zo'r. Yeb ichishiga, sog'lig'iga bir hafta garantiyasi bor. Narxi sal qimmatli qiladigan bo'lsa, bir hafta unisiga ham bor. Mazurati bor bir hafta bo'lsa. Mana.